Haqiqat nima? Va men uni aslida ko'ryapmanmi? Haqiqat bu siz ko'rayotgan narsa emas, siz ishonayotgan narsa. Matrica sizga shunchaki real bo'lib ko'rinadigan illyuziyani taqdim etadi. Agar siz shubha qilishni boshlasangiz, siz uyg'onishni boshlagansiz. Men tanlov qilyapmanmi yoki tizim meni boshqaryaptimi? Tanlov illyuziyasi bu matrisaning eng kuchli quroli. Sizga erkin tanlov qilayotgandek tuyuladi, lekin siz tanlayotgan narsalar allaqachon tizim tomonidan belgilangan. Erkinlik bu tizimdan tashqarini ko'ra olishdir. Haqiqat bilan yashash og'riqlimi? Juda. Haqiqat sizni illyuziyalardan mahrum qiladi. Ammo bu og'riq ozodlikka olib boradi. Neo haqiqatni tanladi va shu bilan u o'zini topdi. Neo bu kim? Super qahramonmi? Neo bu siz. U sizning ichingizdagi uyg'onish metaforasidir. Agar siz ham haqiqatni tanlashga jur'at etsangiz, siz ham matritsani ko'ra boshlaysiz. Qanday qilib haqiqatni ajrata olaman? Haqiqat bu noqulay, savollar tug'diruvchi va ba'zan yolg'izlik keltiruvchi hodisadir. Ammo agar sizga taqdim etilayotgan narsa haddan tashqari qulay va savolsiz bo'lsa, ehtimol bu matritsa. Matrica bu filmmi yoki real hayot haqidagi metaforami? Matritsa bu film niqobidagi uyg'otuvchi ogohlantirish. U biz yashayotgan tizimning ko'rinmas manipulyatsiyasini ochib beradi. Bu film emas, bu oyna. Men uyg'onishni istayman. Noldan va qayerdan boshlay? Savol berishdan, shubha qilishdan. Nega men bu yerda ishlayapman? Nega men bu yerda o'qiyapman? Kim menga buni o'rgatgan? Nega chin haqiqat tobora mumkinmas qilinyapti yoki o'zgartirilyapti? Nega destruktiv g'oyalar oldinga chiqib, konstruktivni gapirganlar kuzatuv ostiga olinyapti? Va shu kabi savollar haqiqatga qadam bosishdir. Matritsani sindirish uchun nima qilish kerak? Ongni mustaqil fikrlashga o'rgatish, qulay yolg'onlarni rad etish, og'riqli haqiqatga ochiq bo'lish. Matritsa faqatgina ongda barbod bo'ladi. Haqiqatdan qochmaslik sindirishning boshlanishi. Men haqiqatni tanlasam, nimani yutaman? O'zingizni, o'z erkinligingizni, tashqi nazoratdan xalos bo'lgan ong bu insonning eng yuksak holati. Haqiqat bu og'riqli sovg'a, lekin aynan u sizni haqiqiy erkinlikka olib boradi.